Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar. Bugungi rolikimiz Vatan to'yxona yanida joylashgan sentral yo'lning usti, ikki yonlama yo'l Urganch City'ni. Yanimizdan Urganch City ko'rinib turibdi. Yo'lning ustida joylashgan shunday bir chiroyli zonda ikkinchi qavatında 60 metr kvadrat kvartira chiqqan ekan. Shuni hozir bir qator obzor etib tanishtirib o'tsak. Çok kimesta yanimizda endi bu yandan City'ye girsak ham bo'ladi. Bunda Chekkaga giradigan yetadigan yo'llarimiz Chekka baliqxona tarafli Vatan to'yxona shu ulli yo'lning ustida joylashgan ekan. Qanasa bir qator ko'rib tanishtirib o'tamiz. Dokumentlari tayyor, 100% to'g'ri oldi sotdi bo'ladigan bo'lib turibdi. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Qanasa bir qator ko'rib o'tamiz. Yana ikkinchi qavatdan chiqdi. Podezda cho'pchi akkuratni olib turibdi. Yana kafelar sepilib, devorlar ham çok ciddi. Hem bir işlenishi, hiç yerine gap yok. Hem birini akkuratni etib. Bir podezda iki xo'jalik eshiklari mo'shisidan qo'yilgan. Qani bismillah deb giradigan bo'lsak, birinchi o'zimiz tushadigan yer avtomatlarni как положено. Her bir xona uchun отдельный, her bir narsa uchun отдельный qilingan. Devorlar polni podmayaka chiqqan. Tep tekiz to'g'ri shpaklovkani urib ish nobida qilmoq kerakmidi? Elektromontajda bo'lgan, stechkalar bo'lgan, xonalar dinli joylashgan. Birinchi xonamiz kuxnyasi. Kuxnyani ko'radigan bo'lsak, bu yerda общий kvadrat metr 60 metr kvadrat. Gaz счетчикlar qo'yilgan. Gazlar kelib turibdi уже. Sentral yo'l usti. İmza aynalgan ham qo'yilib turibdi. Ikkinchi qavat. Mesta zo'r. Çok ki mestada etajlar ham zo'r. To'g'ri kelib remontni boshlash kerak, yashash kerak dedi. Evedine katyolni uchun nele turbalarni to'shiklarini to'shib turibdi. Metishkalar uchun ham mo'jana taqlanib turibdi. Kanalizatsiya turbalar o'tgan, sentralniya ulangan. Bu kuxnyamiz. Bu yanda endi spalnini ko'ramiz. Spalnisi Seninle kichkinaroq ekanda, lekin u nedir? Zal oldu tushgan. Ikki oyna yo'la qaragan kuxnyasi bilan spalnisi. Spalnini ayazamni yo'la qaragan. Kalyonni aylana qo'yilgan. Quyoshdan saqlanadi. Qarang'uq turadi ekan. Hem yerine tekiz devorlari zo'r, pishenkaruch, основной beda penoblok emas, pishenkaruchga solingan. Suv sho'tchiklari qo'yilib turibdi yana. Bu standartda o'tkalar qo'yilgan. Beri endi olgan odam xolasa kafel uradi, xolasa yana plastikdan ursa ham bo'ladi. Bu yanimizda zal qismimiz yana ullu tushgan 4 plita bosilgan. 4 plita deganimiz 480. 120 dan 480 ga 560 razmerda tushgan. Zalimiz aynasi orqa tarafga qaragan. Yani arka tarafa qaragan. Xo'jalikqa tarafga qarab turibdi. Ikki oynasi yo'lni bo'yina qaragan. Shunda ikkinchi qavat 60 metr kvadrat metrlari. Baholari 6 million so'mdan. 6 million so'mdan bo'lsa 360 million so'm pul olib turibdi. 360 million so'm pul olar ekan. Naq pula sotiladi deb turibdilar. Endi men hozir gaplashdim. Barter varianti bormi desam, barter variant bor. Mashin bo'lsa to'g'ri keladi dedi. Mashin bo'lsa to'g'ri keladi ekan. Mulk niyazini nomerlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol kelib, ustidan savdolashib, kelishib olaverasizlar. Naq pul bo'lsa, hali 1 so'm, yarim so'm berib qaytib ham beradi degan gapni qo'ydi, qaytib beradi. Ustunda pul bo'lsa, notariusga borib to'g'ri oldi sotdan o'tirib, notariusda pulni sanasangizlar bo'ladi. Dokumentlar 100% taq. Kelib turib oldi sotdi o'tirish kerak xolos. E'tibor uchun katta rahmat deb qolamiz. Keyingi ro'yxatlarimizda görüşguncha xayr, sog'lik, salomat bo'linglar.